Heyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muzallo. Xo'sh do'stlar, bu videomiz sizlar bilan birgalikda BMWda sxodka qilamiz. Notro olamiz deb. Keling, notro olib, birinchi previewgacha rasm olib qo'ymasak, hop ketadi. Hop. Hammaga salom. Muzallo yovuna bo'lib to'ppa-to'g'ri. Uni kelib previewcha yibdi rasmini qo'ymasak bo'lmaydi do'stlar. Ham esdalik, ham preview. Hop, birinchi bo'lib bir boshini ham zo'r qilib beraman, hop. Ko'rib turganingizdek, BMW M5 F90 serenasi ham bor ekan. Karbon bir xil, mana shu odam berganda menga BMW M5imni. Ranglari ham bo'ladi, sal-pal bo'g'ilib qolgan, diski bir xil biza bilan. Ichiga chiqamiz. Hop. Sheldiklari bormikan? Yo, sheldikchalari yo'q, nomer ham yo'q ekan. Bu meniki BMWdan mashina faqat karbon bezlik. Oldida emblemas bor. Nomer, mashina nomeri ko'rsanglar, bilasizlarki, farshipka emas, Muzallo, original Muzallo. 95B 656 bu M2 adashmasam yoki M3. Hop, buni qo'ysak. Bu ham zo'r mashina. O'tirsak nima ham naqib qo'yadilar. Qasdda emblemachasi ham bor ekan. Yaxshi, lekin bu ham hammasi zo'r. Endi mashinani ozgincha qizitib bilasizlar, bizani nima qilishimizni. Ay, bo'lmasa ekan. Pabab. Signallarni ishlatdi. Ozgincha mashina bilan gaplasha olamiz. Qalaysan, yaxshimisan qilib. Buni kelamiz-da. Biz buni qilib. Voy, qotdi. Grafikani tushirib qo'yamiz. Buni qilib, to'xtanglar, biz ham qilamiz. Buni turib olib. Sal yo'g'ri, hoppa, balonlayapti, nimadir qizimayapti. Ha, aytgancha. Drift modda qizirdi do'stlar, tutum biz chiqardikmi yo, ular. Ular bo'lsa kerak. Hammasi yosh yo'q bolalar. Qo'llar. Hoppa, bizani BMW ham gapirdi. Buni qilsak ular ham ko'rinadi, biz ham ko'rinamiz. Tungi Toshkent deydi-ku shunaqa. Hoppa. Xullas, video tugadi desam вообще bo'lib qoladi, chunki juda ham qisqa. O'sha videoni qilib ozgincha bu joylarga boramiz do'stlar. Drift bilan ish bitmaydi. Keyin salonlarni ko'rsatmayman, M5imni. Obzorini chiqaraman, xudo xolasa do'stlar. 700 ta bo'lsak, BMW ni obzori mendan. Sizlar uchun jalb emas, hop. Ularni noroq qilib qo'ysak, telefon qizib ketmasin, mayli. Ko'rib turganingiz BMW ni saloni M5 F90. Hop, VPN ni qo'shilibdilar. Nima ham yo'q desa, keyin kutib turamiz VIPni. VIPni ham bir obzorcha qilib beramiz, mayli. Sal-pal kechikdilar-ku, yaxshi. W201 mumkin emas, lekin amal turib-turursinlar, VIP bilan poyga videosidan ko'rgansizlar. Millimetr joy qoldirish kerak ekan. Qattasizlar, kartadan qarash kerak do'stlar. Hoppa, video olamiz dedim, obunachilar kar parking tashlab bering debdilar. Uje ulgurmasdilar, hop. Hoppa, VIP ham keldi, VIP ham. Shu VIP mashinasi bilan hech o'ynash kerak emas. Misol uchun grafikalarni tushirilganmi deymi? Nomerlarni. Grafikalarni tushirganlar shuning uchun shunaqa ko'rinyapti. Atay zo'r mashina o'tirib ko'rsataman mana. Uni kelib mashinalarda ozgincha poyga ham qo'yib qo'yamiz, bittasi bilan ko'rsatib berishim uchun qolib. Bu mashinalarni poyga qilib bo'lmaydi. Pap o'tiringlar. Hech kim o'z mashinasida emas. Mana tajab ketdi do'stlar mana. Hazil olib kelib qo'yamiz mashinalarni. Bu mashina juda ham tez mashina. Birda magistralda yursanglar bilmadim, ot kuchisi buni bittaga 2 minut ekan. Nokel mashinalar mamyorga qo'yib beraman. Bu
Chanaqa o'g'irli demanglar, bu o'rtog'im mashinasini bitta ko'rsatdim sizlarga. Meniki ham xuddi shunaqa, meniki sal-pal sekin. Hop, qatga ko'rdinglar, o'rtog'dan mashinasini qizg'anadi. Esdalikcha hamma o'z mashinasiga chiqib oladi. BMWda kremmi. Shpaq, esdalikka ham rasm bor, prevyuga ham rasm bor. Hop. Hop, video tugadi. Hammaga rahmat, hammaga xayr do'stlar ko'rganingiz uchun.